Assalomu alaykum. Narxi arzonroq bo'lgan Malibu 1 3-pozitsiya avtomat korobka so'raganlar uchun mana bugun shunaqasidan keldi. Mana shu mashinamiz sotilyapti ekan. Metan gazlari bor. Texnik holati a'lo darajada akalar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Kamda-kam shoshib turgan bo'lsa, описаниеda barcha ma'lumotlarni yozib qo'ygan bo'lamiz. O'qib, birdan telefon qilish imkoniyatingiz ham mavjud. Buni rangini qarang, chiroyligini. Xo'p, metan gazlar qo'yilgan. Orqasiga birdan orqasini ko'rsatib ketay. Metan gaz qo'yilgan. Bundan tashqari qimmat faralar. Mana shu farani o'zi ham 300-350 dollar turadi akalar. Motorida hech qanaqa aybi yo'q ekan. Korobkasida ham aybi yo'q. Men o'zim tekshirib ko'rib aytayapman. 4 ta shinasi yangi mana. Orqani ko'rdingiz? Mana oldi. Shinaning holati a'lo darajada. 3-pozitsiya akalar, lyuk mavjud. Tashqi ko'rinishidan ko'ngilni xira qiladigan joyi deyarli yo'q. Mashinamiz mo'yka qilinmagan, to'g'ri tushunasizlar. Oldi chiroqlariga suv sepadi 3-pozitsiyalarda. Salon holatiga qaraydigan bo'lsak, podsetkalarni ko'ryapsiz, oyoq tagigacha qilib qo'yilgan ekan. Monitorlar joy-joyida, lyuk bor. Lyukda muammo ko'rmadim. Video registrator. Salonni olarkan, oldi orqa olarkan. SD'nani xotiralari ham ishlayapti. Ko'p Malibularda ishlamay qoladi. Bunda muammosiz ishlayapti. Kelgan odam bemalol ustasini olib kelib tekshirib ko'rib olaveradi. Akalar, yurgani 180 ming bo'pti. Xo'p, elektronniy sidinalari ham ishlayapti. Motorni ochamiz. Mana motor holati. Metan gaz qo'yilgan, aytganimdek, yili 2012. Malibu 1larning asosiy joyi korobka, motor, hadovoy. Kraskasi u yerda bo'lishi mumkin, chunki bu mashinalar ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshdi. Shuni hisobiga kraska endi u yerda bo'ladi. Bu tabiiy hol. Demoqchi bo'lganim, korobka, motor, hadovoy sog'mi bosish kerak akalar, ikkilanmasdan. Mana shunaqa mashina siz ko'rib turganingiz. Mana ko'zimga tashlandi endi. Mana parogida ozroq, eshigida ham ozroqgina miyatinachasi bor ekan. Ko'zimga ko'ringan narsani birdan aytib o'tib ketyapman akalar. Motorni tekshirib ko'rdim akalar, ishonchli, xudo xolasa uyaltirmaydi. Luklari ishlayapti, konditsionerlari ishlar ekan. Mashinani faqat haydash kerak ekan. Kraskasiga ko'z yumadigan inson uchun juda ham yaxshi variant. E'tibor uchun hammaga rahmat. Malibu izlab yurgan tanishingizga mana shu videoni tashlab qo'ying.